Barchangizga assalomu alaykum. Futbol manzili kanaliga xush kelibsiz. Abduqodir Husanov Manchester derbisida maydonga chiqqan zahoti bitta narsa aniq bo'ldi. Bu o'yin u uchun oddiy uchrashuv emas edi. Manchester City yutqazdi. Natija salbiy. Ammo maydon ichida Husanov ko'rsatgan barqarorlik, pozitsiya tanlovi va bosim ostidagi sovuqqonlik bu mag'lubiyat fonida ham alohida ko'rinib turdi. Derbi bu xatolar kechirilmaydigan o'yin, ayniqsa himoyachilar uchun. Har bir noto'g'ri qadam golga aylanishi mumkin. Aynan shunday vaziyatlarda Husanov bir necha bor to'g'ri joylashuvli bilan raqib hujumlarini sekinlashtirdi. City pressing ostida qoldi. Markazda bosim kuchaydi, lekin Husanov shoshilmadi. U xavfni uzoqlashtirishni emas, epizodni nazorat qilishni tanladi. Bu yosh futbolchi uchun muhim signal. Bu o'yin statistik jihatdan emas, mental jihatdan sinov edi va aynan shu yerda Husanov o'zini yo'qotmadi. Manchester United hujumlari tezlashgan pallada City himoyasi chayqaldi. Ammo individual epizodlarda Husanov o'z zonasi uchun mas'uliyatni to'liq oldi. Uning o'yini shovqinli emas edi, lekin mutaxassislar aynan shunday futbolchilarni ko'radi. To'g'ri vaqt, to'g'ri joy, ortiqcha risk yo'q. Bu derbi Husanov uchun reklama bo'lmadi. Bu derbi test bo'ldi va testdan o'tgan futbolchilar keyingi bosqichga o'tadi. Savol endi boshqacha qo'yiladi. City mag'lub bo'ldi, lekin murabbiylar shtabi aynan qaysi futbolchining o'yinini alohida qayd etdi. Va eng muhimi, Husanov keyingi o'yinda yana shunday bosim ostida qanday javob beradi?